Tushda sudya hokim ko'rishning ta'birlari. Tushda sudya yoki hokimni ko'rgan kishi boshliq bo'ladi. Ko'rilgan sudya yoki hokim ochiq chehrali bo'lsa, Alloh undan rozi bo'ladi. Tushda xunuk sudya yoki hokimni ko'rish yaxshi emas. Hokimni kasal yoki xafa holda ko'rish taqiqlangan harom hisoblangan ish qilganidan darak beradi. O'zini hokimligini ko'rgan kishi esa bunday iqtidorga ega bo'lmasa, uyalib qoladi, sharmanda bo'ladi. Safarga chiqsa qaytib kelmaydi, elga ovoza bo'ladi, mol-mulkidan ayriladi. Notanish hokim yoki sudya bilan yurganini tush ko'rgan odam shuhratga erishadi. Sudya hokimni tush ko'rishning yaxshi tomonlari ham bo'lsa-da, bunday tush ko'rmagani yaxshiroqdir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.